Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlar bilan Sezar salatini tayyorlab ko'ramiz. Juda ham zo'r retsept bu. Ko'ringlar. Toster nonni olib, shunaqa kubik shaklida to'g'rab olamiz. Rolton sepamiz ozgina. Keyin albatta yog' sepamiz. Agar yog'ingiz spreyli bo'lsa, undan ham yaxshi. 2-3 osh qoshiqcha yog' solamiz. Ko'p savarmanglar, jig'ildan qaynatib qo'yadi bu ham. Duxovkaga qo'yamiz. Keyin 140 gradus tepasini ventilyatorni yoqib qo'ysanglar 10 minut tursa yetadi. Zo'r suvga boradi. Mana 10 minutda manda shu holatga keldi. Keyin qozonni olib, ozgina yarim cho'mcha yog' solamiz. Ko'p savarmanglar. Tovuqni grudinka qismini solib, o'rta olovda qovurishni boshlaymiz. Olovni pasaytirmaymiz. Keyin spesiyalar qo'shib yuboramiz. Rolton, обязательно 2 osh qoshiq kraxmal, 2 osh qoshiq tomatniy pasta va soya обязательно solamiz. Spetsiya naborni ham esidan chiqmasin. Menda shunaqa mix bor, spice expertga. Shuni sovoraman har doim. Qovuramiz. Olov pasaymaydi. Dimlaganimizda ham shu o'rta olovda turaveradi. 15 minutda pishib chiqadi tovuqimiz. Shirin bo'lib, rosa ham mazali bo'lib. Tegi asad suqini ishlatmasanglar ham bo'ladi, olib qo'ysanglar. Juda ham qattiq pishib ketadi o'zdan salatimiz. Iceberg karamini qo'lda maydalab olamiz. Chesnoni shunaqa mayda to'rab, mayonezga aralashtiramiz. Birinchi bo'lib mayonezga ishlov berib olamiz. Keyin tovuqimizni solamiz. Ozgina nondan ham sovoramiz. Aralashtirayotganda suv chiqib ketmasligi uchun. Keyin pomidor, xohlasangiz cheri pomidor ishlatinglar. Ingrediyentlarni hammasini videoning tagida opisiyaga yozib qoldiraman. Like bosishni unutmanglar. Mani belgilaylik, pishirsanglar. Rahmat.